Agar 30 kun ketma-ket Instagramingizga Reels chiqaradigan bo'lsangiz, Instagramingizda nima o'zgarishlar bo'ladi? Men buni hozir aytib beraman. Ungacha siz like bosib turing. Birinchi 10 kunlikda bu ish sizga umuman yoqmaydi. Syomka ham g'alati, qiyin ishday tuyuladi. Videoga tushishi umuman sizni ezadi. Uni montaj qilib joylashku vobshe bo'ladi. Qo'yganingizdan keyin u videolaringiz prosmotr olmagandan keyin hafsalangiz pir bo'lishni boshlaydi. Ikkinchi 10 kunlikda o'sha syomka qilish bo'yicha sizda tajriba paydo bo'ladi. Undan keyin videolaringizni yaxshiroq, qizuvroq qilib boshlashga ham imkoniyat paydo bo'ladi. Tajribangiz ko'payganning hisobiga videolaringizda ham ko'rishlar soni ko'payadi va bu bilan birgalikda obunachilaringiz va sizning xizmatingiz yoki mahsulotingizga qiziquvchi odamlar paydo bo'lishni boshlaydi. 3-10 kunlikda videoga tushish sizga umuman oson ishdek bo'lib qoladi. Videolarni qanaqa joylashni ham o'zingiz bilasiz va videolaringizni nima deb boshlasangiz va qanaqa davom ettirsangiz odamlarga qiziq bo'lishini ham tushunishni boshlaysiz. Va sizdagi jamoa siz bilan ishlashga tushib, sizga yoqadigan montajlarni qilib berishni boshlashadi 3-10 kunlikda. Va hammasi yaxshi bo'lganini hisobiga obunachilar ko'payishi, videolar ko'proq ko'rilishi va ish joyingizdagi savdo sekin-sekin qimirlashni boshlaydi va siz kelajakdagi karyerangizni, ishingizdagi o'sish nuqtasini Instagramsiz tasavvur qila olmaslikni boshlaysiz. Shunaqa ekan, boshi, o'rtasi har doim ham yoqimli bo'lmaydi. Lekin bu etapni bosib o'tishingiz shart. Shuning uchun ertaga indinga so'b o'tirmasdan bu ishni vohliroq boshlang. Bu videoni Instagram blogini yuritishni rejalashtirib yurgan yoki yuritish endi boshlagan yaqinlarga tashlab qo'ying.